Yillar davomida zarba texnikasini mukammallashtirgan jangchi 140 kilogramm ko'tara oladigan odamga qarshi chiqsa nima bo'ladi? Bu yerda texnika va qo'pol jismoniy kuch to'qnashdi. Boshida hamma narsa aniq ko'rindi. Ozg'in jangchi masofani saqladi. Chaqmoqdek tez zarba berdi va ulkan raqibni qayta-qayta orqaga surdi. Keyin u to'g'ridan-to'g'ri boshiga urdi va bu devni yerga yiqitdi. Jang tugab qolganday ko'rindi. Lekin aynan shu yerda jangning ikkinchi yarmi boshlandi. Strongman o'rnidan turdi va qochishni to'xtatdi. U shunchaki oldinga yurdi, zarbalarni qabul qildi va asta-sekin masofani qisqartirdi. U qanchalik yaqin kelgan sari, raqibining texnikasi shunchalik ishlamay qoldi. Jangchi masofani saqlagan ekan, jangni nazorat qildi. Lekin Strongman yetarlicha yaqin kelgach, hamma narsa o'zgardi. U uni ushlab yerga oldi va butun jangni qo'pol kuchi bilan ag'darib tashladi. Endi esa yanada qiziqroq savol tug'iladi. Agar bu Strongmanning oldiga karate jangchisi o'rniga haqiqiy UFC chempioni chiqsa nima bo'lardi? Agar sport dunyosidan bunday qiziqarli hikoyalar yoqsa, obuna bo'ling. Men